offline trening va darslaringizni samaradorligini oshirishda yordam beradigan neyro mashqlar bor. Bu ishtirokchilarni aktivlashishiga, faollashishiga juda ham katta yordam beradi. Lekin ishonasizmi, unga hech qanday ortiqcha narsa keragi yo'q va bor yo'g'i 1 daqiqani o'zida ularni faollashtirishingiz mumkin. Bu qanday mashqlar desangiz, ularning 100 dan ortiq turi bor. Keling, hozir birini siz bilan sinab ko'ramiz. O'ng qo'lingiz bilan burningizni va chap qo'lingiz bilan qulog'ingizni ushlang. Qani ko'ramiz. Ana endi qarsak chalingda uni teskarisini bajaring. Adashib ketdingiz. Ha, to mana shu mashqni to'g'ri bajarib, 10-15 marotaba bajarishga kirishganingizda, to'g'ri bajarsangiz, ishoning, miya faoliyatingiz faollashishni boshlagan bo'ladi va ma'lumotni endi maksimum tarzda zo'r o'zlashtirib olishingiz mumkin. Bu tavsiya treninglarni, offline darslarni tashkil qilayotgan ustoz ekspertlarga foydali. Ularga bu videoni jo'natib qo'ying.